High-tech uslubida yangi yevro uy qidirib yurganlar bu video maxsus sizlar uchun olinmoqda. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Mirzo Ulug'bek tumani Sho'rtepa ko'chasida joylashgan umumiy yer maydoni 308 sotuvni tashkil qiladigan, kvadraturasi bo'lsa 450 kvadraturani tashkil qiladigan uyimizni obzoriga keldik. Ko'rib turganingizdek, biz уже hovli qismidamiz. Kirgan yilda shunaqa ikkita kichkina mini zeleniy zonalari bor. Uyimizga asosiy kirish qismimiz. Bu yoq tarafda bitta mashina uchun joy bor. Undan tashqari uyimizning tashqarisida ham ikkita, 3 ta mashinaga bemalol joy mavjud. Bu yoq tarafda yozgi oshxona uchun joy tashab ketilgan. Uning yonida bo'lsa hovli uchun mo'ljallangan hojatxonasi mavjud. Uyimizdagi umumiy xonalar soni 6 tani, umumiy qavatli soni bo'lsa 4 tani tashkil qiladi o'rtoqlar. Eng tepa qavatimizda terrasamiz mavjud, ikkinchi qavat, birinchi qavat va albatta to'liq podvalimiz mavjud. Uy ichiga kirib obzorni davom ettiramiz. Ichkariga ham kirib oldik azizlar. Ko'rib turganingizdek, shunaqa katta, chiroyli hovlga ko'zingiz tushadi. O'ng qo'limizdan boshlaydigan bo'lsak, oshxona ayollarimiz uchun bitta muhim xona hisoblanadi. Undan keyin ikkinchi qavatga chiqish, podvalga tushish. Podval haqida qisqacha to'xtalib o'tadigan bo'lsam, podvalimizda basseyn, sauna, undan tashqari yuvinish xonasi, kotelni va albatta kladovaya xonamiz mavjud. Video davomida ko'rib o'tsanglar bo'ladi. Xo'p, hovlidan kirgan yilida to'g'rida bo'lsa mehmonxonaga ko'zingiz tushadi. Mehmonxonamizga ham o'zingizlar 1 dan 10 gacha alohida baho berasizlar. Bu yoq tarafda birinchi qavat uchun mo'ljallangan umumiy yuvinish xonasi, uni yonida bo'lsa birinchi qavatdagi ota-onalar uchun mo'ljallangan yotoqxona hisoblanadi. Ikkinchi qavatga chiqib obzorni davom ettiramiz. Ikkinchi qavatga ham chiqib oldik azizlar. Ikkinchi qavatda umumiy hisobda 4 ta yotoqxona, bitta garderobniy va 2 ta yuvinish xonasi mavjud. Xo'p, zinadan chiqqaningizda o'ng qo'limizdagi birinchi xona ota-onalar uchun mo'ljallangan yotoqxona bo'lib, bu xonamizning o'zini garderobniy va yuvinish xonasi mavjud. Uni yonida ikkinchi yotoqxonamiz, video davomida ko'rib o'tsanglar bo'ladi. Zinadan to'g'riga chiqqaningizda bo'lsa, ikkinchi qavat uchun mo'ljallangan umumiy yuvinish xonasi va albatta zinadan chiqqaningizda chap qo'limizda birinchi va ikkinchi, ya'ni 3 va 4 yotoqxonalarimiz mavjud. To'g'rida bo'lsa balkonga chiqish eshigimiz mavjud. Bu yoqda bo'lsa zinadan yana terrasa qavatga ko'tarilsanglar bo'ladi. Terrasa qavatda ham videolarini joylab o'tdim. Ko'rib o'tishingiz mumkin. Uyimizga o'zingizlar alohida